Assalomu alaykum. Men Kamila Sultanova, 17 yillik tajribaga ega psixologman. Bugun siz bilan maktab yoshidagi farzandlaringizni tarbiyasida ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan 10 ta maslahat haqida gaplashamiz. Maktab yoshiga yetgan bolalarda 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan vaqtda psixikada eng asosiy shakllanishi kerak bo'lgan narsa bu disiplina va mas'uliyat. Shunga juda ham e'tibor bilan qaratishimiz kerak. Chunki bu davrda bola o'zini vazifasini bo'yniga olishni, ya'ni bu yerda papkasini taxlash, darsliklarni vaqtida tayyorlash, darsga kech qolmasdan kelish, do'stlari bilan muloqotda chegarani qo'ya bilish, uyga kelganda yo'l harakatida, misol uchun hozir ko'pchilikni bolasi uzoq joyga maktabga boradi. Yo'l harakati qoidalari, kattalar bilan munosabat qurish, mana shunaqa mas'uliyatlarni o'z bo'yniga oladigan va buni shakllantirib, rivojlantiradigan davri. Disiplina esa bolada o'zini maqsadiga erishish, qiyinchiliklardan o'tish, hayotdagi katta vaziyatlarda o'zini irodasini rivojlantirish uchun aynan mana shu yoshda shakllanishni boshlaydi. Shuning uchun bu yoshda bolalarimizni mas'uliyatga, uni disiplinaga o'rgatishimiz juda ham muhim bo'ladi. Ikkinchisi bu, men ko'pincha ota-onalarga buni tushuntiraman. Unutmang, bola maktabda faqat bilim olishga emas, ijtimoiy hayotda munosabatlarni qurishga o'rgangani boradi. Chunki oldin 7 yoshgacha bola uyda yoki bog'chada bo'lgan paytida u bog'cha yoki ota-onani himoyasida bo'lgan. Maktab yoshida esa 30 ta 20 ta sinfdoshlarini orasida har xil ijtimoiy tabaqalardan kelgan, har xil ijtimoiy dunyoqarashlarga ega bo'lgan bolalar bilan, do'stlari bilan muloqot qilishni, ular bilan muloqotda chegara qurishni, liderlikni, tobelikni, urushqoqlikni, do'stlikni o'rganadigan davri. Mana shuning uchun maktabda do'stligini e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa balog'at yoshiga yetganida maktab yoshidagi bolalarda bu eng birlamchi darajaga chiqib qoladi. Ularda bilim darajasiga qiziqish pasayib, liderlikka moyillik, ya'ni guruhlarga bo'linish, kim yetakchi bo'ladi, kim orqadan yuradigan bo'ladi, kim ijodkor bo'ladi, kim shijoatkor bo'ladi. Mana shularni shakllantiradigan davrda bolalar bilan iloji boricha ko'proq muloqotda bo'lishingiz, uni shaxsiy hayoti bilan qiziqishingiz juda ham muhim bo'ladi. Uchinchisi, bolaga siz ota-ona ishonch bildirganingiz kerak yaxshi. Chunki agarda siz bolaga "Sen qila olmaysan, mana hamma sinfdoshlaring 5 avati, sen o'qiy olmayapsan, seni qo'lingdan kelmadi, nimaga ular yaxshi, nimaga sen yomon" degan solishtiruv bilan emas, doim "Sen uddalisan, men senga ishonaman, qo'lingdan keladi, qiyinchilikni birga yengamiz" degan ishonchni bildiring. Ayniqsa bu uni birinchi sinflarida juda ham muhim. Chunki bola bu paytda maktabga endi chiqqanida sizni suyanchingizga, sizni ishonchingizga juda ham ehtiyoji katta bo'ladi. 4-chi maslahat. Maktab yoshidagi farzandingizni hayoti bilan qiziqing. Shunaqa narsani kuzatamizki, onalar ishdan charchab kelgan yoki uy yumushi bilan charchagan holatda maktabdan bola hapqirib, yuragi to'lib, voqealarga, hayajonga to'lib kelganida, nimanidir gapirib bermoqchi bo'lganida onalar "Qo'y, hozir to'xta, etmang tur, ishimni qilib olay" demang. Ayni mana shu paytda siz bola bilan bo'lgan ishonchli muloqotni qo'ldan boy berasiz. Shuning uchun ish qilgan paytingizda ham, hattoki sizga qiziq bo'lmasa ham, "Yo'q, shunaqami? Rostana" degan hayajon va qiziqish bildirib, uni gapini diqqat bilan eshiting. Ishoning, agarda siz buni 7 yoshida qila olmasangiz, 17 yoshida bu xatoingiz uchun juda afsuslanasiz. Ilm olish zavqli ekanligini bolaga his ettiring. Bolaga doimo "Voy, nimani o'rganding? Rostdan shunaqa ekanmi? Bugun qaysi harfni o'rganding?" Misol uchun, 1-sinfga chiqqan bola katta kashfiyotni, katta yangiliklarni emas, lekin uni uchun eng muhim bo'lgan yangi harfni o'rganib keladi. Ana shunga ham e'tibor bilan qaratib, uni ilm o'rganganligi, bugun bitta so'z yoki bitta harf o'rganganligi juda ham zavqli va xursandchiligiga sabab ekanligini his ettirib bering. Vazifalarini o'zi mustaqil qilishiga o'rgating. Imkon qadar darsligini tayyorlatib, unga o'ziga xatolar qilishiga imkoniyat yaratib bering. Darsliklarini tayyorlaganda mashq daftarida bir nechta xatolar qilib, keyin daftarga ko'chirishiga o'rgating. Chunki ayni mana shu xatolar orqali uni miyasida olgan bilimlari muhrlanib qoladi. 7-chisi, bolada ijodkorlikni qo'llab-quvvatlang. Chunki kuzataman, ko'pincha maktabda ustozlar tomonidan har xil bayramlar, olimpiadalar, konkurslar
uyushtiriladi va bir xil ota-onalar bunga juda ham e'tiborsiz, ahamiyatsiz, diqqatsiz qarashadi. Bu esa bolada ijodkorlikni shakllanishiga zo'r imkoniyat. Bilasiz, miyamiz o'ng va chap pallalidan iborat. Shulardan chap tarafimizni tafakkur qilish, mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan bo'lsa, o'ng tarafimizda tasavvur va ijodkorlik shakllanadi. Ahamiyat bering. Agarda o'ng tarafimiz, ya'ni ijodkorlik bolada yaxshi rivojlangan bo'lsa, uni mantiqiy fikrlashiga rivojlanishi tezroq amalga oshadi. Shuning uchun biz har doim bolalarda ikkita pallani baravariga shakllanishiga, rivojlanishiga qaratishimiz kerak. Ijodkorlikni ham qo'llab-quvvatlang. Bu kichkinagina rasm chizish bo'ladimi, qanaqadir konkurslarda qatnashish bo'ladimi, buni ahamiyatsiz qilmasdan birga zavqlanib buni qo'llab-quvvatlang. Va 8-inchisi shunaqaki, ko'pincha hozir kuzataman, onalarimiz farzandni gadjetlardan, zararli bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan ularni saqlash uchun imkon qadar ko'p vazifalar bilan yuklab qo'yishgan. Bilasizmi, bu ham me'yoridan oshsa zararga aylanadi. Bolada bo'sh vaqt bo'lishi, o'zini qiziqishi o'yinlari bilan o'ynashi, do'stlari bilan ko'chaga chiqib muloqot qilishi kerak. Hatto yaqinda bitta shunaqa vaziyat bo'ldi. Onalar 8-7 yoshdagi farzandini ko'chaga chiqarib do'stlari bilan o'ynashiga ruxsat bersammikin degan savolni berishdi. Menimcha bu bizga hozirgi vaqtda eng yetishmayotgan jihatimiz. Bolalarda jismoniy o'yin, jonli muloqot bo'lishi albatta kerak. Bu ularning psixikasini va jismonan rivojlanishi uchun juda ham muhim. Shuning uchun uni doim yuklab ishlar bilan, o'qish bilan yuklash emas, unga bo'sh vaqt ajratib berish va uni qiziqishlari, tafakkuri, o'yinlariga ham vaqt ajratib bering. Yana bitta zamonamizning eng dolzarb muammosi bu farzandlarimizni ovqatlanishi va jismoniy sog'lig'iga e'tibor. Farzandingizni nima bilan oziqlanayotganini, maktabda nimalar yeyotganiga va maktabdan uyga kelganida nimalar bilan oziqlanayotganiga e'tiborli bo'ling. Farzandimizni har xil zararli yarim tayyor mahsulotlarni iste'mol qilmasligi, gazli shirin ichimliklarni ichmasligi, ko'proq sabzavot, meva, dukkakli mahsulotlarni yeyishi bu uni miya faoliyatini, aqliy rivojlanishini fundamenti hisoblanadi. Shuning uchun o'zingizga yengil bo'lgan bulochka, shirinliklar, pechenyelar bilan bolangizni vaqt ozuqasini ta'minlamasdan ozginagina diqqatingizni, ozgina mehnatingizni talab qilsa ham, uyda yarim tayyorlangan, o'zingiz tayyorlab bergan, uyda o'zingiz tayyorlab bergan mahsulotlar, albatta uni maktabga olib ketadigan ovqatida sabzavot, meva bo'lishiga harakat qiling va ko'chadan olib yeydigan yarim tayyor mahsulotlarni zararligi haqida bolalar bilan suhbat o'tkazing. Va 10-inchisi, boladagi hissiyotlarni o'zini tan olishni, ularni ya'ni his qilishlariga diqqat qaratishni boshlang. Chunki hali aytganimdek, bolada maktabga chiqqanda faqatgina bilim olish emas, bir necha hissiyotlar, tabiiyki, birinchi sevgi, yoqtirish, dushman, do'st, solishtirish degan hissiyotlar ham bo'ladi. Mana shularni ham unga his qildirishga va ularga e'tibor qilib, bolangiz hozir qanaqa kayfiyatda keldi va nimaga bunaqa kayfiyatda kelganini suhbatlashing. 2 oldingmi deb, voy sen yomon ish qilibsan bo'ldi deb jazolamang. 2 olgandagi holatini, unda nima uni xafa qilganini, o'zidan ko'ngli to'lmadimi yoki do'stlari bilan nimadir sabab bo'lib vaziyatda o'sha vazifani yaxshi bajara olmasdan 2 oldimi, mana shularga qiziqish bildiring. Shunda bola katta bo'lganida o'z emotsional holatlarini his qilgan, o'zini hissiyotlarini tan olgan va hayotda nima xohlab, nima xohlamasligini aniq biladigan yetuk shaxsga aylanadi.